900 ming rublga qarzga 5 oyga olib turib shu ishni men boshladim-da. Keyin bir ikkita ma'lumotlar paydo bo'ladi 80 dan 70 dan. 70-80chilarni ko'ryapmiz. O bizga amonat bo'ladi. Men amonatga hech qachon xiyonat qilmayman. Shundan keyin fura kirib keladi menga. Yana fura keldi. Hozirgi kunda mana shu yuk tashish Moskva, Tojikistonga mana shu yuk tashishni polniy xod mana shu biznesni yo'lga qo'yganman. Lishni shuning uchun YouTube platformasida kam chiqib qoldimki, aslamda TikTok, Instagram shu tomonga o'tib ketdik. Ana endi bundan keyin nasib qilmasa mana shu TikTok, YouTube'ga ham polniy xod video qo'yib boramiz. Mana shu kimlardadir xabari bor, kimlardadir xabari yo'q, mana shu Taychaqda 900 ming rublga qarzga 5 oyga olib turib shu ishni men boshladim-da. Başladım, mana shu işte noldan chiqdik-da endi bunday qilib aytganda. Xudoga shukr pichi pulni berdik, buning hali uzilgan jeri yo'q. Undan keyin porter chiqib qoldi, porterni sotib oldik. Mana shu 2,5 oyning ichida, 2,5 oy bo'ldi mana shu yuk tashishni pulni yo'lga qo'yganmiz ham 2,5 oyning ichida 5 res chiqardik-da. Imini bir haftaning ichida 3 ta furani ketma-ket chiqarib jerdik, bir kun pas, 2 kun pas qilib turib. Bu nishutka degan narsada 3 fura bu o'yin emas. Bir yerde 3 furanın jugini jiyish bor. Ondan keyin esa uning puli bor. Bular o'ziga yarasha qiyinchilik, hamma narsasi bor. Haligi nima deydi? Bu endi hayot riskovat qilib turib mana shu ishni boshlaganimizga Xudoga ming Alloh shukr deymiz. Mana shu Tojikiston, mana o'zingiz ham ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu bir skladchani agamiz. Mana shu yerga kechaning o'zida mana shu bugun erta men tongga qarab soat 2da bir mashin chiqarib jerdik. Uje mana bugunning o'zida yana muncha juk jiyib keldik. Men mana shu meni kuzatuvchi mana shu xalqqa o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Kattadan katta rahmat aytaman. Shuncha bizni xalq qo'llayapti, quvvatlayapti. Esingizda bo'lsa o'tgan yil ko'mir sotdim, ko'mirda jerdim. Hozirgacha sotaman. Mana hozir yana sezonim boshlangan ko'mir. Lekin Moskvada bu ishni ham qo'yib turib, uje mana bu degani. Uje bunday mana shu bir kun ichida mana shuncha juk keldimi? Hozir yana jukka boramiz. Uje bu degani haftasiga bir furani chiqaradigan darajaga yetdim. Har hafta fura chiqaryapman. Buga endi nima dey? Buga xalq ishonch qilib turib jukni beryapti. Shu xalqning jugi inshaalloh uyga sog' salomat, eson-omon yetib boryapti. Bez paterini, bez sarapina. Nima deyman? Mana shu juklaringizni men borib qo'llaringizdan olaman. Aynan bunun içinde sınadığım var, bunun içinde yok deb sizler aytsanızlar, o juk aynan vaqtdagi men mashinamni artib aldim mı qo'limda, o bizga amonat bo'ladi. Men amonatga hech qachon xiyonat qilmayman. Shuning uchun jigarlar Moskva, qayerda nima juk bo'lishidan qat'iy nazar bemalol beraverasizlar. Biz Tojikistonga eson-omon boramiz. Hali menada shuncha eshigi, shuncha mayda-chuyda, menada hali bir qiyomat narsamiz turibdi. Men shuning uchun aytmoqchi bo'lganim nima degan? Hammalaringizga o'z kattadan katta minnatdorchiligimni bildiraman. Mening mana shu Taychaqchamam ko'z tiymasin, jomon kunim emas, hamma narsani jarab turibdi. Bu yerdan borib shaxsan o'zim juklaringizni qabul qilaman. Tojikistondan esa mening shaxsan o'zim atam qo'ldan juklaringizni qabul qilib olasiz. Inshaalloh aynalar. Erta men furani chiqarib jerdim, 5-furani. Hozir uje jukji ishtamiz. 3 kundan keyin fura kirib keladi menga. Yana fura keladi, nasib fura keldi, yana 1 kun, 2 kun turadi, tab artib chiqarib jeraman. Mana shu pastdagi nomer 985 558 1791. WhatsApp, Max, Primoy nomerlar ishlaydi. 24 ga jetdi. Aynan jugingiz qayerda nima bo'lishidan qat'iy nazar boraman, o'zim qabul qilib olib Tojikistonga jo'nataman. Katta jukmi, mayda jukmi, nima bo'l? Hozirgi kunda aynalar xolodilnik masalasi bor. Gabaritli juklar ol maqsad boshqacha narxlanadi. Boshqa esa jukning kilasi 100 rubldan biz o'zimiz borib olamiz. Ya bo'lmasa bazamizga olib kelib bersangiz 90 rubldan qabul qilib olamiz. Keyin bir ikkita ma'lumotlar paydo bo'ladi 80 dan 70 dan. 70-80chilarni ko'ryapmiz nima bo'lyapti. Bu yerda bitta gap. Asnovoy juk sindirilmay, jo'g'almay, archilmay,
haknada palçal qilib shunda jo'natgandiki gap. Men shuni qilyapman. Shuning uchun hammalaringizga katta rahmat. Mana video davomida shu furalarni chiqargan hamma ishlarimizni biz qo'yib boramiz. Mana shu bundan keyin nima bo'ladi, nima qo'yadi, Polixod YouTube kanalimizda, Ali Ko'mirchi kanalida kuzatishingiz mumkin.